Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli qarindoshlar. Bugun qizlarning yigitlar to'g'riliq bilishi zarur bo'lgan ishlar haqida to'xtalamiz. Dunyoda hech qanday narsa ko'ringandek bo'lmagandek, hech qanday odammi ko'ringandek emas. Shunga odamlarni tunimaq o'ng'ay emas. Bo'libmi o'ylanish oldidagi qiz yigitlarning bir-birini to'liq tuniy olishi ba'zi mushkula. Çünkü bu bosqichda qiz yigitlarning har biri o'zining go'zal va bo'ladigan taraflarini ko'rsatishga, nachar va bo'lmaydigan taraflarini yo'shirishga tirishadi. Shunga ular bir-birining tashqi ko'rinishini va shu chog'dagi durustligini ko'rdi. Ammo bir-birining ichki dunyosini va asli xarakterini to'ydan keyin biladi. Shunga qizlar yigitlar bilan tanishganda hissiyatga berilib ketmasdan aqlning yo'l ko'rsatishiga ergashishi lozim. Qiz bo'lmoqchi bo'lgan jurisi haqida bilishga tegishli haqiqatlar tuvandikicha. Birinchi, hissiyat bilan qaror qilmang. Bir ko'rish bilan paydo bo'lgan hissiyatga berilib ketmang. Chunki u muhabbat emas, balki yoqtirib qilish bo'lib, u o'zgarib turadi. Siz bo'lmoqchi bo'lgan juringizni to'ydan burun tunimaysiz. Hatto to'liq bilman deb qanoat qilgan bo'lsangizmi, to'ydan keyin siz bilmagan haqiqatlar o'tirib chiqadi. Shunga shu chaqda siz tunigan va ishongan juringizning boshqacha bir odam ekanligini bilib qolasiz. Shu chaqda o'zingizning oldirab qaror berganligingizni ota-ona, qarindoshlar va do'stlarning samimiy nasihatlari bilan bir-birlab aqlingizdan o'tkazishga to'g'ri keladi. Shunga siz hayotingizning shiriki, yaxshi yomon kunlarda tayanchingiz bo'ladigan va bir umr birga o'tadigan juringizni tanlashda hissiyatga va muhabbatga tayinib ish ko'rmang. Cho'nglarning, ish ko'rganlarning nasihatlarini anglang. Yuragingizni tinchang. Avval istixora qiling. Istixora Allah Taaladan yaxshilik so'rash deganlik. Birer ishning xayrlik bo'lib bo'lmasligi to'g'riliq Allah Taaladan ma'naviy bishorat elishni xohlagan odam Allah uchun namoz o'qiyman deb niyat qilib 2 rakat namoz o'qiydi. Ondan Allah Taolaga duo qilib tilikini so'raydi. Siz tanlamoqchi bo'lgan juringiz to'g'riliq Allah Taoladan ashundaq ma'naviy ishorat olsangiz bo'ladi. Bir qancha kun shundaq istixora qilgandan keyin Allah Taala xolisa sizga juringiz to'g'riliq ishorat berdi. Siz bu ishoratni ko'nglingizning yanada burunqidek uningga tortishi yoki suvishi orqali bilib qolasiz. Ikkinchi, axloqi nachar dindorga ishonmang. Siz tanlaydigan yigit qalbi Allah Taolaga bog'langan, ibodatlarni joyida qiladigan, o'zi rostchil, muomalasi durust, ishchan bo'lsa yetidi. Uyi, ko'p puli, mashinasi bo'lmasa-mu, ishi bo'lsa yetarlikdir. Shunga siz axloqsiz dindardan hazar aylang. Axloqi nachar dindar saxta dindardir. Chunki haqiqiy dindar odam axloqliq bo'ladi. Afsuski bizda biror odamni maqtasa yoki biror yigitni tanishtirmoqchi bo'lsa, uni 5 vaqt namozi joyida taqvodor deb sifatlaydigan odat umumlashib ketgan. Aslida buni xato degil bo'lmaydi. Chunki namoz o'qiydigan taqvodor odam Rabbini tunigan, uning yo'lida mangan, mas'uliyatchan odamdir. Chunki taqvodor odam mas'uliyatchan bo'ladi. Ammo ko'ryapmizki, namoz o'qiganlarning hammasi yaxshi odam bo'lib ketilmagan. Ularning ibodatlari, ulardagi mas'uliyatsizlik, va'dasida turmaslik, aldamchilik degandek nachar axloqni tuzitilmagan. Shuna deymizki, bir odamni yaxshi deyish va bir yigitni taqvodor deb tanishtirish uchun uning namozi va ibodatlari kifoya qilmaydi. Uning axloqimi go'zal bo'lishi shartdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biri sizlardan qiz so'rab kelsa, agar uning dini va axloqi sizlarni qoyil qilsa, qizinglarni unga o'ylantiringlar deb ko'rsatgan. Üçüncü, romantik muhabbatga ishonmang. Biz Uyg'urlar o'zining muhabbatini so'z bilan ifodalashdan bakrak amaliyati va muomalasi bilan ifodalaydigan bir xalq. Chunki bizdagi romantik muhabbat chet el filmlaridagiga va chet elliklarga o'xshash so'z bilan emas, balki amaliyat va his qildirish bilan ifodalanadi.
Şuna bizdə birov jo'risini jinidan bak yaxshi ko'rsimi, sizni yaxshi ko'rman degan gapni qilmaydi. To'g'risi qilolmaydi. Chunki uni deyishdan uyuladi. Bunun aksicha chet ellarda, bo'lib Amerika, Kanada, Avstraliya, Yevropa, Turkiya, O'rta Osiyo qatorliq joylarda sizni yaxshi ko'rman degan so'zni nihoyat ko'p anglaymiz. Hammadan bak ko'p qizlar anglaydi. Bu so'zni chin ko'ngildan yaxshi ko'rgan yoki yaxshi ko'rmagan kishilarmi qilaverdi. Bu söz şu kadar köp işitildi ki birer chet el tilini öğrenmekçi bolgan adam avval şu tildeki sizni yaxshi ko'rman degan so'zni öğrenidi. Uyghur yigitleri özünün muhabbetini söz bilen ifadeleştin uyuladigan bir cemiyette ve şundaq ailelerde yetilgenligi sebeplik ular mı bu sözge naqis kelidi. Hatta bu sözni qilmaydi. Kızlar ularning kam sözlükiga qarab ularda mehr muhabbet deydigan narsa yo'q o'xshaydi deb qilish mumkin. Ammo ular o kadar samimiy yigitlarki, ulardagi mehr muhabbet ko'zlaridagi uyatchanlikdan, axloqidagi siliqlikdan, qalbidagi kuyimchanlikdan va muomalasidagi durustlikdan mana men deb chiqib turdi. Gerçi ular sizni yaxshi ko'raman degan so'zni demisimi, sadoqati va kutilmaganda taqdim qiladigan hadiyalar bilan sizni yaxshi ko'rman deganni ziyodasi bilan ifodalab beradi. Şuna Uyg'ur qizlari boshqa millat yigitlarining shirin shikar so'zlariga va uchrashgan hamma qizga rahat ayta oladigan sizni yaxshi ko'raman degan moda so'ziga ishinib ketmasligi. O'ziga jo'r tanlashda Uyg'ur, musulmon, mas'uliyatchan, ishchan, ata-onasiga vafodor yigitni tanlashga alohida ahamiyat berishi lozim. Chunki siz uchun o'z millatingiz hammadan yaxshi. Hatto o'z millatining yigitlari mehr muhabbat, pul mol va mas'uliyat jihatda boshqa millatning yigitlaridan tuyan turgan taqdirdami, yanada o'z millatining yigitlari yaxshi. Saudiya Arabiston, Turkiya qatorliq davlatlarda boshqa millatlar bilan turmush qurgan Uyg'urlarning tragediyalari ibrat elishga yetarlikdir. Ularning hech biri oxirgi umrida baxtli bo'la olmagan. Bu haqda nurg'unlagan ichinishli qissalar bor. 4-chi, eringiz hamisha sizga moslasha olmaydi. Erlar ayollarning aksicha ko'p so'zlashni yaxshi ko'rmaydi. Mayli uyda yoki sirtda ko'p so'zlashdan zerikidi. Ular bir-biriga dardlarini aytishni yoqtirib ketmaydi. Ammo ayollar ko'p so'zlashni va ko'p anglashni yaxshi ko'rdi. Shunga soatlarcha telefonda so'zlashib herib qolmaydi. Erlar maqsadlik so'zlaydi, ayollar maqsadsizmi so'zlaydi. Shunga ular so'zligi lamroq. Resmi bo'lmagan statistikalarga asoslanganda ayol bir kunda taxminan 24 ming kelime so'zlaydi ekan. Er bu sonning eng yerimini, ya'ni 12 ming kelime so'zlaydi ekan. Shunga er sirtda tirikchilik yo'lda so'zlash orqali bu 12 ming so'zni tugutib bo'lib, uyiga qaytganda ayol eri bilan paranglashni kutib o'tirgan bo'ldi. Çünkü o ayol 24 ming kelimeni öyde telefonda sözleşme tügütüp bulanmaydı. Şuna yeni öylengen kızlar yigitini toydun burunqıdak unuğu maslaşıp köp sözlep bermegeniga qarab yigitini özgürüp kaldı yoki men yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi deb o'ylab qolmaslik lozim. Chunki yigitning toydun burunqi siz bilan maslashishi vaqtliq jarayon. Toydan keyinki kam so'zligi uning asli xarakteridir. Shunga uni ayblamasligingiz va yomon gumonda bo'lmasligingiz lozim. Oilani baxtli holda davomlashtirish uchun er ayol ikkisi bir-birining xarakterini tushunishi va bir-biriga qarata apchan bo'lishi nihoyat muhim. 5. Toydan ilgirki bosqichni unutib ketding. Siz toydan keyin ko'p narsa kutib ketmang. Chunki burun tasavvur qilganlaringiz yoki sizga berilgan va'dalar to'ydan keyin to'liq amalga oshib bo'lolmasligi yoki amalga oshishi vaqtga ehtiyojli bo'lishi mumkin. To'ydan ilgirki bosqich bilan to'ydan keyingi bosqich bir-biriga o'xshamaydi. Qiz yigitlar to'ydan ilgari Leyla Majnun, Farhod Shirin va G'arib Sanamdir. Ammo to'ydan keyin hammasi normal inson bo'lib qoldi. Chunki armonga yetildi,
maqsad o'rindaldi. Yuqorqi aşıq məşuqlar navoda bir-biri bilan o'ylanadigan bo'lsa, ularning qissalari bugünkidek saqlanib qolmagan va tillarda daston bo'lmagan bo'ladi. Ular söygüniga erishalmaganligi uchunla ularning muhabbat dastonlari yozilgan va dunyoga tarqalgan. Ammo ulardek muhabbatlashib to'y qilganlarning hech qanday dastoni bo'lmagan. Chunki o chaqda muhabbat g'oyasiga yetish bilan besiqib qolgan. Shunga muhabbat boshqa, turmush boshqa narsadir. Qizlar buni yaxshi bilishi va to'ydan keyinmi, to'ydan burunqisini kutib, turmushini baxtsizlikka elib bormasligi lozim. Bu reallikni qabul qilish deganlik. 6. Hormonlarning hukm qildiganligini unutmang. Nima uchun to'ydan burunqi muhabbat agar uni haqiqiy bor deb farz qilsak, to'ydan keyin so'zlashib qoldi? Chunki mutaxassislarning bildirishicha, muhabbat mingida ximiyalik o'zgarish paydo qildigan bo'lib, u to'ydan keyin o'zining tabiiy holatiga qaytadi. Ondan yillarning o'tishi bilan yana boshqa ximiyalik o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Ayolning qursoq ko'tarishi va onalik hormonlari uning ruhiga va badaniga ta'sir ko'rsatdi. Ayni vaqtda erning dadiliq bosqichi uningdagi hormonlarda o'zgarish paydo qilib, uni texmi savrchan va mas'uliyatchan qilib etadi. Shunga ayollar orasidagi burunqi muhabbatning so'zlashib qolganligini bir-biriga döngashdan saqlanishi va reallikni qabul qilishga hozir bo'lish lozim. 7. Barobarlik da'vosi. Er bilan ayol o'rtasida barobarlik deydigan narsa yo'q, ammo adolat bor. Chunki ular barobar yaratilmadi va barobarlikka buyurilmadi, ammo adolatlik bo'lishga buyurildi. Gerçi oila er ayol har ikkisining tirishchanlik bilan qurilgan bo'lsa-mu, uning mas'uli erdir. Şuna siz hergiz beraberlik davası qilmang ve hamisha hamma aileni boshqurman deb turib olmang. Chunki har qanday bir muassasani boshquradigan birer boshliqning bo'lishi tabiiy zurriyat bo'lgandek, aile muassasasini boshqurish uchunmi bir boshliqning bo'lishi zarur. Alloh taolo Qur'on Karimda ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa, erlar ayollarning homillaridir deb ko'rsatgan. Bu ayetga asosan erning aileni qo'g'dash va boshqarishni iborat mas'uliyati bor. Ammo er bu huquqni to'g'ri ishlatishga buyurilgan. Huquqidan foydalanib, o'zini xo'jayin, ayolini xizmatchi o'rinda ko'rib, uni hadab xarlaydigan, urib tillaydigan er haqiqatan nodon va angsiz erdir. Er oilada yegona qaror egisimi emas. Qaror er ayol ikkisining o'rtaq haqqidir. Ammo ayol Allah Taalaga asilik bo'lmaydigan, to'g'ri va haqqoniy ishlarda eriga bo'ysunishga buyurilgandek, er oilaning mas'uliyatini ustiga elishga buyurilgan. Ibrat. Er erdir, ayol ayoldir. Cho'ng xatolik ular hamma ishda birlikka kelalaydi deb o'ylashdir. Aşıq məşuqlarning qissalari ularning armonlariga yetolmaganligi uchunla tillarda daston bo'lgan. Haqiqiy muhabbat to'ydan keyingi muhabbatdir. Alloh taolo o'g'il qizlarimizni baxtli qilsin va baxtli turmushga erishtirsin. Amin.